Muşinani balana tamak itib bergenden bir qap tamak yeb bergen anla yaxşıma. Her xil tetiklarni ishlatib tamoq tayyorlash hozir yomon umumlashdi. U nihoyat qulaylik bo'lib, tamoqlarimizga rang qo'shib qolmay, texmi yeyishlik qiladi. Lekin o'ylab baqdingizmi? Biz tayyorlikni qo'llashdik debla sog'lomlikdan bora-bora yiroqlashib ketib boramiz. Beijing universitetining tadqiqotchilari e'lon qilgan bu maqolasida yurak qon tomir kasalliklari, miya qon tomir kasalliklari deganda kasallarni keltirib chiqargan eng chong sababning aslida yuqori iste'mol qilingan tuz ekanligini bayqagan. Demak, Xinjiangda qon besim, qon quyuq, miya qon tushish deganda kasallarning ko'p uchraydiganligining sababi tuzni haddidan ziyod ko'p iste'mol qilish. Tadqiqotchilarning bayqashicha, kundalik tuzning iste'moli har 1 gram ko'paysa, bu xil kasalliklarning xavfi 6% o'rlaydi ekan. Undaqda burunimiz atobimiz yeyotgan tuz nimish hozir bunda xatarli bo'lib ketadi? Buningga javob berishdan burun biz oldi bilan tuz bilan tanishib chiqaylik. Tuzning kimyalik nomi luyxuana bo'lib, badanga kirib biz asosiy nalisini qabul qilamiz. U bizning yemeklarni hazm qilishimizga yordam qilib qolmay, nerv hujayralarining qo'zg'uvchilik rolini o'ynaydi. Oddiy qilib aytganda, u bo'lmasa bizda hech qanday inkas bo'lmaydi. Mag'dursizlanish emas, hatto bir tak barmoqimizni midirtolmaymiz. Uning ustiga u bizning hujayra tashqi suyuqligining asosiy tarkibi bo'lib, suvni so'mirish orqali hujayralarning normal turishiga kafolatlik qiladi. Demak, tuz odam badanida intayin muhim rol o'ynab, bizning salomat turishimiz emas, hayot turishimiz uchun cho'ng rol o'ynaydi ekan. Bu ham qanday olib ketdi? Hayotimizda muhim nima? Amaliyot kasallarning sababi ekan. Bu yerdagi masala naq tuzning miqdorida. Bu xuddi o'g'ibni jiq chechib, terrorlarni ko'ydirib etganlikka o'xshaydi. Tuzni jiq yegandimi, badanimizni ko'ydirib yutadi. Amsi badan zot qanchalik tuzga muhtoj? 60 kilo kelgan bir odamni misolga olsak, badanda taxminan 100 gram non saqlangan bo'ladi. U kundalik harakat, terlash va tarat qilish orqali badandan chiqadi. Buni to'liqlash uchun Dunyo sog'liqlik tashkiloti WHO kundalik tuz iste'mol miqdorini 5 gram atrofida bo'lishini tavsiya qilgan. Biz zot qanday tuzni oshirib boramiz? Jiq odamlar men tuzni oz ishiltmay deb o'ylaydi. Ammo bizning o'ylamaganimiz tuz nurg'un narsalarda yushiringan bo'ladi. Eng oddiy misol, mush tetitqudilam 37 gram tuz bor. Bu taxminan kundalik tuzning iste'molining 7'si. Bir jin kalgoshning o'zidan 1 gram, bir stakan sutda 1,5 gram tuz bor. Shu mushlar qo'shilib, biz bir kunda intayin oddiylam 100 gram tuz yeb olamiz. Buning ko'p qismi yanalam tetitquda. Tadqiqotchilarning digini bo'yicha bu kasal bo'lish nisbatini 780% oshirganlik bilan barobar. Bu demak, sog'lom odamga qaraganda bizning kasal bo'lish nisbatimiz 8 sas yuqori bo'ladi. Bu xuddi qon tomirimizga to'xtamay yalurganlikqa o'xshash, qon tomirlarining besimi yeshib, oxirida chidamay etiladi. Bu dal yurak tiqilmalarining tuyuqsiz yuz berib, hayotimizga xavf keltirganligining sababi. Undaqda qanday qilishimiz kerak? Tuzni yemamdiq? Undaq emas. Başta degandek, odam tuzsiz yashay olmaydi. Balki uni muvofiq miqdorda kontrol qilib, bozorlardagi har xil tetitqularni imkon bor oz iste'mol qilish. Setib olganda peylar yosidagi nonning miqdoriga diqqat qilib, 2000 mg dan oshirib etmaslik kerak. Tabiiy ta'mlardan foydalanishimiz. Masalan, pomidor, laza, piyoz, samsoq degandek bu tabiiy ochiq tushuk ta'mlar tuz ozliqdan bo'lgan ta'm bo'shligini to'liqlay oladi. Agar mehmondorchilik sababidan amalsizlik bo'lib qolsak, vuduqib ketishning hojati yo'q. Harakat qilib, terlash orqali ortiqcha tuzni chiqarib etgan bo'ladi. Yig'inchoqlaganda tuz hayotimizda intayin muhim bo'lib, ammo eshib ketsa salomatligimizga ziyonli. O'zimizning va oilamizning salomatligi uchun tetitqularni oz ishlatib, tabiiy ta'mga ko'naylik. Sog'lomlik hammamizga yor bo'lsin.